Assalamu alaikum hürmetli dostlar. Bugün sizlerle ben ötegen dersimiz mavzusi selbi sallarını koşuş, tamıqları her türlü sallarını koşuş. Mana sizlerin diqqatingizga ikkita misol qarash turayli. Bu misollarni chiqarmasdan burun aniqlama to'xtalib o'tib ketaylik. Aniqlim mundaq selbi sallarını qo'shindisi selbi son. Demek meyli 2 tal selbi sonni qo'shaylik, meyli 3 tal, meyli 4 tal, meyli qancha tal bo'lsin, selbi sonlarning qo'shindisi bu selbi son. Bu selbi sonlarning qo'shindisi nima uchun selbi son ekanligini yaxshiroq tushunish uchun aytaylik. Biz do'stimizga 100 tang qarz. U biz uchun minus. 100 tang qarz inde bizlu minus 100 de bizlu. Ondan keyin biz yana shu do'stimizga 50 tane qarz bo'lib qoldik. O vaqtdagi bizning qarzimiz minus 150 bo'ldi. Demak, minus 100 bilan minus 50 ni qo'shindisi minus 150. Demak, minus 5 qo'shilgan minus 17. İkinci misolda tirnoqchi bilan yozilgan. Mayli tirnoqchi bilan bo'lsin, mayli tirnoqchisiz bo'lsin. Bu her ikili misalının cevabı birdek çıkıyor. Minus 5 ki minus 17'ni koşsak cevabı minus 22. Mana cevabı minus 22. Endi kilesi misalını karıştıraylı. Bizden keyingi misalımız minus 2,25 koşulgan minus 1,75. Bu bir tırnakçıda kelesi tırnakçıda minus 2,3 koşulgan minus 3,3. Bayqab o'tasak, bularning hammasi salbiy son. Qaydim deydi, salbiy sonning qo'shindisi salbiy son. Demak, birinchi tirnoqchida bizda qancha chiqdi? Minus 4 chiqdi javobi. Minus 4. Buni o'zinglar chernovikka tiqurlab qo'shsang bo'ldi. Kelasi bir aralash sonlarni qo'shyapmiz. Aralash sonlarni qo'shganda butun qismini qo'shamiz, kasr qismini qo'shamiz. Minus 2 ga minus 3 ni qo'shsak minus 5. 5 desek xatalışımız, bu yerde mi 4 desek xatalışımız minus 4 deyişimiz gerek. Çünkü selbi son ile icabi sonning çoğun farkı var. Yani 3'ten 2'ye 3'ten 1'ni qo'shsak 3'ten 3 o 1'ni berdi. Demek bayaqi bizning minus 5'imizge minus 1'ni qo'shsak minus 6 bo'ldi. Birinchi tirnoqchidan bizde minus 4 chiqdi, ikkinchi tirnoqchidan minus 6 chiqdi. Minus 4 ga minus 6 ni qo'shsak javobi minus 10 bo'ladi. Ondan keyingi misolni qarashtiraylik. Tangni ishinglar deydi. X ilingan minus 7,158 tang minus 2,142. Bu yerda bizning belgisimiz ilinma bo'ladi. X'ni tepish uchun demak mundaq yozamiz. X'imiz bu yerda iling'uchi bo'lgandan iling'uchini tepish uchun bizning ayirmamiz bilan olg'uchini o'zaro nima qilamiz? Qo'shamiz. Qayda nima deydi? Ikki salbiy sonning qo'shindisi salbiy son. Demak biz chernovigimizga tiqurlab qo'shsak x'ning javobi minus 10 bo'ladi. Mana x'ning javobi minus 10 deb yozdik. Şunun bilan dersimizning bu bölümünde tamıqlar birdek yoki salbiy sonlarni qo'shishni o'rgandik. Dersimizin kelasi bölümü tamıqları her türlük sonlarni qo'shish. Tamıqlar her türlük sonlarni qo'shishda mundaq qaydaga e'tibor berish kerak. Qaydada mundaq deydi. Tamıqları her türlük sonlarni qo'shish uchun moduli cho'ng sondan moduli kichik sonni elib modul cho'ng sonning tamg'isini qo'yish kerak. Demak, bu yerdagi ikkili harakat bor. Modul cho'ng sondan modul kichik sonni olamiz. Andan keyin modul cho'ng sonning tamg'isini qo'yitimiz. Qani undaqda keyingi misolni qarashtirib boqaylik. Mana o'zinglar ko'rib o'tgandek minus 5 qo'shilgan 3. Bu her ikili sonning tamg'isi her türlük. Demek bu nima qilamiz? Qaysini moduli cho'ng shuni aniqlaymiz. Sonning moduli degan mavzumiz o'tib ketdik. Her qanday sonning moduli ijobiy son. Minus
5 sanın modülü 5, 3 sanın modülü 3. Demek minus 5 modülü boyunca çoğun buldu. Demek 5'ten 3'ni alımız 2. Modül çoğun kaçsan bir de minus 5. Şu minus 5'in tamlıqsını çıkan cevabını aldığı koyuyetimiz. Demek cevabı kaç çıkdı? Minus 2. Minus 5 koşulgan 3 ten minus 2. Minus 5'ten 3'ni yöttük. Cevabı minus 2. Keyinki bizden misalımız minus 3 koşulgan 5. Modül çoğsan bu yerde icabi san. Yani biz körüp otağındak mana 5. 5'nin 5 modülü boyunca çoğun. Demek minus 3 bilen 5'ni qo'shish uchun ba'zi bir buni qo'sh degan tomonni ko'rib qoldida qo'shish kerak kel deb o'ylab javob 8 deb yoki minus 8 deb yozdi. U xato. Qaydin deydi. Tomg'ilari har turli sonlarni qo'shish uchun modul cho'ng sondan modul kichik sonni al degan so'z. Demak 5 ni 3 ni olamiz. 2. Andın modul çoğun sanın tamız koy. Modul çoğun san bir de 5. 5 biz icabi san. Demek cevabı 2. Kiyinki misalımız minus 3 minus 5 deydi. Bu yerde tamgıları her türlü emas. Tamgıları qandaq bir xil. Bizning oldida etib ketgan qaydimiz o tamgıları her türlü sonlarını qo'shish. Ammo tamgıları bir xil bo'lsa, bu sonlarni o'zaro qo'shib etimiz javobi salbiy son chiqadi. Biz oldida o'tib ketdik-ku, salbiy sonlarni qo'shishni salbiy son. Bu shuning bir misoldir. Salbiy sonlarni o'zaro berilsa, bir necha salbiy son berilsin, bularni o'zaro qo'shib, oldiga salbiy tamg'isini qo'yib etimiz. Keyingi misolimiz kasr sonlarni yoki tamg'ir har xil kasr sonlarni qo'shib beraylik. Bizning bayqab o'tirganimiz bu yerda har ikki kasrning maxrijlari har xil. Bularni qanday qo'shimiz degan vaqtda biz bularni umumiy maxrajga keltiramiz. 8 bilan 7 ga eng kichik maxraji yoki maxraji 56. Mana 56 bilan yozib oldim. Minus tamg'isini ko'chadim. Plus tamg'isini ko'chadim. Kasr siziqlar o'zaro bor. Maxrajlarimiz bor. Endi 56 ni 8 ga bölümüz bizde 7. To'ldiruvchi ko'paytgichimiz 7. 56 ni 7 ga bölsek 8. 7 ni 3 ko'paytsam 21. 8 ni 4 ko'paytsam 32. Endi her iki kasr umumiy maxraj kelganda yoki maxraji birdek bo'lganda qaysini moduli cho'ng buni tepish qiyin emas. Albatta 56 dan 32 ning moduli cho'ng. Modul cho'ng sondan modul kichik sonni evetimiz. 56 dan 32 dan 56 dan 21 evetsak maxrajlari elinmaydi. O'sib chiqib surtni evetimiz. 32 dan 21 ni olsak 11. Hem modul cho'ng sonning tamg'isi plus. Demek cevabı icabi san çıktı. Cevabı 56'dan 21. Keyinki misalını karıştıraylı. Bizning keyinki misalımız minus 5,6 kechirsa 5,61 ilingan 8,8'dan 5. Bu yerdimi tamg'ir har xil sonlarni ko'rishga bo'ldi. 5,6'dan 1'imiz bizde icabi san. Plus deb qo'yaylik. Minus 8,8'dan 5 bu salbiy san. Mana o'zini ko'rsa tamg'ir har xil. Tamg'il har xil sonlarni qo'shish uchun modul cho'ng sonni modul kichik sonni olamiz. Bu yerda modul cho'ng sonni aniqlash hech qanday qiyin emas. Minus 8,8 dan 5 ning moduli cho'ng. Demak, bizning chernogimizga 8,8 dan 5 dan 5,6 dan 1 ni ilishimiz kerak. Javob qanasan chiqdi? Modul cho'ng sonni tamg'isi qo'yildi. Yoki minus tamg'ini qo'yamiz. 8 dan 5 ni olamiz. 3. Umum maxrajlarimiz 6 ile 8 umum maxrajı. 8 6'ya bölünmeydi. 8'ni 2 köpeytsem 16. 16 mı 6'ya bölünmeydi. 8'ni 3 köpeytsem 24. 24 6'ya bölündü. Hem 8'e bölündü. Demek umum maxrajı 24. 24'ni 6'ya bölsek bizde 4 oldu. 24'ni 8'e bölsek 3 oldu. Endi bazıları bir bunda hatalık evet oldu.
4'nü 1 köpeytip 3'nü 5 köpeytip özara eğitudi. Yak, biz keyindik sandın aldık sanı eğitkanlıktın. Demek keyindik sanı köpeytinisini birinci yazımız. 3'nü 5 köpeytse 15. Onu aldı bilen yiz olmuyor. 15. Eğiliniğen 4'nü 1 köpeytsem 4. Teğen cevabı minus 3 bütün 24'ten 11. Keyinki misalımız təңimin işinlar deydi. X eğiliniğen 3 bütün 171 teğen minus 5. Biz bayı itqaydık. Eğiliniğini tepiş üçün ayrım bilen alğıçını öz ayrımqışı qoş gerek. Demek minus 5'ke qoşumuz 3 bütün 171'ni. Yani biz bayqab oturğanımız bu ikisinin her ikisinin tamgısı qandaq her xil. Nima qilamiz? Qoida bo'yicha hisoblaymiz. Tamg'a har xil sonlarni qo'shish uchun modul cho'ng sondan modul kichik sonni ilib, modul cho'ngning tamg'isini qo'yamiz. Modul cho'ng tamg'isi qancha? Minus qo'yib olaylik. Endi o'ng tarafga tik qurib azaytaylik. 5 ilingan 3,71. 5'teki 5 qo'yamiz, 2 nolni tirkab yuz beramiz. Andan keyin alamiz. 9 2 5 1. Demek cevabı minus 1,29. Şunun bilen balla bugünkü bizning dersimiz oyoqlashdi. Qandaq misollar seni qiziqtirdi? Kommentariyaga yozib qo'ysanglar, men keyingi darslarni sening iltimoslaring bo'yicha tushirib tushuntirishga tirishman. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat.